Bular jangda ishlatish mumkin bo'lgan maxsus buyumlar. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Aks holda yaralanish hech gap emas. Qo'lingdagi sochga suriladigan moy buraganni o'zida vaqti belgilangan bombaga aylanadi. Vaqt necha marta aylantirish kerakligini bildiradi. Shular. Namuncha qo'rqmasang, bularning bari elektroshok qurollari. Biz ovchilar odam o'ldirmaymiz. Bu qurollarni qo'rqitish uchun ishlatamiz. Bu senikidan Yomon emas. Kerak bo'lganda undan foydalansam bo'ladi. O'q o'tkazmaydigan plash. O'ta pishiq charmdan tikilgan. Oddiy o'qlarning birortasi o'tmaydi. Keyin mana bu ham bor. Bu elektroshok miltig'i. Menikidan ancha kuchli. Qo'llanilsa, odamga ancha foydasi tegadi. Yaxshi miltiq ekan. Ammo menga flash yoqib qoldi. Opajon, yo'lovchilar ro'yxatida Mayning nomi qayd etilmadi. Yana taqdiraman. Menimcha May korporatsiyasi samolotiga o'tirgan yolg'iz o'zi chiqqan. Bobo, Kenki, eshitish moslamasini o'rnatasizlar. Uni ochib bo'lmaydi. Voy, Tegma. Shimni tezroq yechinglar, bora qo'y. Bobo, bu portlaydigan modda tezroq shimini yech. Yordamlashib boraman. Tezroq yechinglar. Yo'q. Yotinglar.